alaykum hurmatli obunachilar va baliq yaxshi ko'radigan mijozlar. Kommentariyada kelayotgan ko'p savollarga binoan bugun magistral katta yo'lga chiqdik. Yallama Gulchehra baliqlarini qayerda degan savolingizga bugun javoban sizlarga yo'lni Gulchehra baliqqa o'zim ko'rsatib boraman. Qani ketdik. Сейчас вот так пойдешь, потом 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 риски. Пойдешь, 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 потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом вот так пойдешь, потом риски. Пойдешь, 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 пойдешь. Mana yetib keldik yallama geziga. Moshinalarni mana bu yerga qo'ygan holatda mana bu yo'lak bilan pastga qarab tushamiz. Qani ketdik. Paydosh, 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 paydosh. Mana bu yerga kelamiz. Bu yog'i Gulchehra baliqlari. Baliqlarimiz tabiiy, halol, tavsillagan tabiiy baliqlar.